Assalomu alaykum. Yana blok ishqibozlari mana ishimizni boshladik. Xudo xolasa. Yana bloklanish ortish jarayoni. Deysizga turistda 500 ta ketadi. Xudo xolasa sifatlari ham umuman yo'q. Mana shular hammasi qishda qolgan qishlar. Qishga yomg'ir, qor erib ketadi. Bunday deganlar javob. Ishlar sifati yomon emas, yaxshi. Mana. Razmerlari 20-30 olmuş kattasi. Kichkinasi 12-30 olmuş bo'ladi. Hamma shunday. Kattadan ham kichkinadan ham bor quruq. Hozir shu kechagimizga chiqadi. Kichkina. Doshini ishlabsizlar. Mana. Mana qattiqday. Mana shular hammasi qishga qolgan mana. Yomg'ir, qor. To'g'ri bo'shashi mumkin nam tortgan vaqtda. Lekin mana bunday quyoshga issiqqa birdaniga eski holatiga qaytadi, birdaniga qotib qoladi. Uni yuklarimizni tushirib oldik. Ertaga ishni boshlashsa, ulardan ham video qilib chiqaramiz. Qo'shadigan ximikatlarimiz Xitoydagi bu Hindiston granulasi. Penat mana shu bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kunlik yangi video, yangiliklardan tayyorlab boraveramiz. O'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni olaverasizlar. Quyish jarayonidan olamiz video. Sifati qanday bo'ladi? Necha minutga qotadi? O'zi bo'ladimi bu g'ishtdan uy qursa degan savollarga javoblarni yuklab boraveramiz. Hali qurilgan uylar bor, juda ko'p. Endi bu sohada 5-6 yildan beri ishlaymiz. Xudoga shukr, hali biror kishi nolib yoki norozi bo'lgani yo'q. Qurgan odamlar kelib yana akasiga, ukasiga qilib olib ketyapti. Mana hozirgi Isuzu ortayotgan g'ishtlarimiz ham 3 yillik endi. 3 yillik endi. 3 kun oldin g'isht jo'natdik, mana yana ketyapti. Gresga. 3 yildan beri 3 tami 4 ta aka-uka faqat penoblokdan qilishadi. Sababi sog'liq uchun yaxshi, narx arzon, sifati ham yaxshi. Hammasi joyida. Manzilimizga kelsa, Qarshi shahar mashina bozor bilan Umida choyxonaning o'rtasiga Epsilon baza bor. Mana shu yerda. Pastga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib kimga nechta ish kerak, kattaroq ob'yemga ham ishlayveramiz. Hech muammo bo'lmaydi. Qurug'ini topib beramiz. Xohlagan vaqtlari kelaveringlar. Nam yoki qurmagan degan narsa bo'lmaydi. Ob'yem katta, xudo xolasa.
iloji bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar baribir ma'lumotlarni tayyorlab boramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Hammalaringga rahmat.